Qanaqa inson bilan gap talashib, tortishishning hojati yo'q, bilasizmi? Sizga nisbatan bir xatolik qilsa, bir nohaq ish qilsa, u insonga nohaqligini, xato qilganini bo'yniga qo'yib qo'ya olmaysiz. Bidi qilib nimanidir tushuntirishga harakat qiladi, o'zini oppoq qilib ko'rsatish uchun. Shunaqa insonga siz ming harakat qiling, o'zingizni haqligingizni isbotlab, uni nohaqligini bo'yniga qo'yib qo'ya olmaysiz. Shunchaki sukut saqlang. Javobingiz shu bo'lsin. Mayli, qo'rqdi bu, haqligini bo'ynimga qo'ya olmadi, men zo'rman deb o'ylasin, xohlaganicha o'ylasin. Biz Allohdan qo'rqqanimiz uchun jim bo'ldik. Lekin ular nohaq bo'la turib, o'zini haqligini isbotlashga harakat qildi. Javobingiz shu bo'lsin. Sizdan chiqarmang, unaqa insonga vaqtingizni ketqizing. Qanaqa inson bilan gap talashib, tortishishni